Xo'p, assalomu alaykum. Bugun mana shu shkafimizga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Bu shkafimizda mana asosiy avtomatimiz, NM avtomat, keyingi 40likdan через puskatlar orqali bu teng uchun ketyapti. Mana bu yerda yo'mkis. Yo'mkisimizga mana 3 fazalikda teng qo'yganmiz. Termostatlari bilan. через puskatlar orqali ishlaydi. Shuni bu avtomatlarini dif avtomatga almashtiramiz. Xo'p, mana avtomatimizni dif avtomatga almashtirib qo'ydik. Buni afzalligi nimada? Dif avtomat sezuvchanligi juda ham yuqori, utechkaga himoya qilib ishlab beradi. Ya'ni tenlarimiz yorilib, to'kka suv o'tadigan bo'lsa, bu darhol tashlaydi. Dif avtomat hamma biladi qo'llanishlari. Xo'p, через puskator ulaganmiz tenlarimizni. Bu yerda mana kelayotgan mana shu qora kabelimiz termostatdan kelyapti. Termostatdan kelyapti, mana kontaktorimiz A1 klemasiga o'tirgan. A2 bo'lsa to'g'ri bu bitta fazadan olgan 220 volt katushkali. Termostat yetarli darajaga yetganda ajratadi. Puskator orqali o'chirib, yoqib boshqarish mumkin. Qulayligi shunda. Simlarimiz ranglari ham bir-biriga mos kelmadi. Chiroyli bo'lishiga e'tibor qilmadik bu safar. Xo'p, mana bu yerda mana bu termostatimiz. Termostatni ham regirovka qilib o'zimizga kerakli gradusga qo'yib olamiz. Tenimiz mana 380 volt. Ishlaydi 15 kilovatt. Bu ham shunday 15 kilovattlik. Kamchiliklari bo'lsa, kommentariy yozinglar ustozlar. Yana o'rganishda davom etamiz. Rahmat hammaga.